qishlog'imizni, ya'ni Qo'ng'irot mahallasida bu singlimiz dardmand bo'lib yotibdilar. Allohning roziligi uchun bu bo'lgani keldik. Alloh qadamimizga ajr bersin. Bizning murojaatimiz shundan iboratki, mana qishlog'imizda ba'zi bemorlarimizni dardiga darmon bo'lishlikka sababchi bo'lyapmiz. Ya'ni ko'p qishlog'imizda jam bo'lganligimiz hisobiga qishlog'imizdagi mana shunday bir dardmandlar sabab bo'lib mablag' yig'ilib, dori-darmondir, больницаga yotishdir, shularga xarajatiga mablag' yig'ilishlikka to'g'ri kelyapti. Shular qatori bu singlimizga ham hozirgi kunda muhtojliklari bor. Ya'ni dardlariga darmon bo'lishlik uchun albatta mablag' kerak bo'ladi. Alloh taolo hadis qudusida aytganidek, kimki bir bemorni ko'rgani kirsa, ana shu bemorni huzuridan meni topasan deydi. Ya'ni kimki bir bemorga holidan xabar olib xayriyat qiladigan bo'lsa, ana shu xayriyat sababli inshaalloh umri uzun bo'lishligiga, ehson qiluvchini, moli davlati ko'payishligiga, farzandi, ya'ni farzand talab bo'ladigan bo'lsa, mana shunday bemorga ehson qiladigan bo'lsa, Allohning ijobati bilan ana shu befarzandlar ham farzandli bo'lib ketishligiga qilgan ehsoni sabab bo'ladi. Shuning uchun qishloqdoshlarimizga murojaat qilgan bo'lardik. Bu singlimizga hozir shu operatsiya qilishlik uchun anchagina mablag' kerak bo'ladi. 30 mingdir, 40 mingdir dollarda kerak bo'ladi. Shuning uchun biz karta qo'yamiz. Inshaalloh ana shu kartaga himmat qilinsa, yordam qilinsa, inshaalloh nima maqsadda ehson qilinsa, Alloh o'zi ijobat qilsinki, mana shu singlimizni hayotda yashashligi uchun sababchi bo'lib qolamiz birinchi galda. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardik ham qishloqlarimizdan, shu qo'lingizdan kelganicha 1000 so'mdir, 5 mingdir, 100 mingdir, 50 mingdir, 100 dollardir imkoniyat qilib shu singlimizga yordam bersak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi.